Bugungi kunda Boysun tumani Chilonzor mahallasi aholisi uchun katta va eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan eski ko'prik ayni vaqtda og'ir holatda. Chilonzor mahallasidagi mahalla faollari, oqsoqollari ushbu muammoni hal etish harakatlarini boshlab yuborgan. Ayni paytda o'sha ta'mirga talab ko'prik o'rnida yangi, zamonaviy va xavfsiz bo'lgan hamda avtomashinalar uchun mo'ljallangan ko'prik qurilish ishlari olib borilmoqda. Bu albatta quvonarli holat. Biroq qurilish jarayonida vaqtinchalik yo'l va ko'prikning yo'qligi bois, ayniqsa qor yomg'irli ob-havo kunlarida aholi jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Qariyalar, maktabga qatnovchi o'quvchilar, kasalxona sari yo'l olgan bemorlar, to'y-hasham qilmoqchilar, bozor o'charlarni olib daryoning narigi tomoniga o'tkazuvchilar uchun bu holat tobora og'irlashmoqda. Hattoki daryo suvi kam holatlarda ham avtomashinalar o'tishi, botib qolish holatlari kuzatilmoqda. Aholi uchun daryoning ko'prigi yo'qligi nafaqat harakatlanishni, balki hayotiy zaruratlar, dori-darmon, oziq-ovqat, hatto tez tibbiy yordam yetib borishini ham qiyinlashtirmoqda. Aholi bu muammoni yillar davomida boshdan kechirib kelmoqda. Hozirgi kunda yangi ko'prik qurilishi boshlangani Chilonzor mahallasi xalqi uchun umid uyg'otsa-da, uning tezroq, sifatli va xavfsiz yakunlanishi uchun qo'shimcha moddiy va texnik yordam zarurligini ta'kidlab o'tmog'imiz darkor. Hurmatli mutasaddilar, homiylar va xalq dardiga befarq bo'lmagan yurtdoshlar, Boysun xalqining bu muammosiga befarq qolmangizlar. Imkon qadar tezroq, sifatli va zamonaviy qulay ko'prik tashkil etish, bu qurilish ishlariga qo'shimcha texnika va mablag' ajratish orqali minglab yurtdoshlarimiz hayotini yengillashtirishingiz mumkin. Axir infratuzilma bu faqatgina beton va temir emas, bu xalqning hayoti, xavfsizligi va ertangi kuniga bo'lgan ishonchdir. Bu holat Surxondaryo viloyati Boysun tumani Chilonzor mahallasida 2025-yilning bahoridan buyon davom etib kelmoqda. Ayni kunlarda ko'prik qurilishi jarayonida xalq og'ir ahvolda. Tezkor moddiy va texnik yordam kerak xalq uchun. Bugun Boysun tumanidagi Chilonzor mahallasining xalqi sizning e'tiboringiz va amaliy ko'magingizga muhtojdir. Xalq og'irini yengil qilish har bir mas'ul shaxsning insoniy va fuqarolik burchidir. Boysun xalqi bugun aynan ana shunday yondashuvga, amaliy yordam va e'tiborga muhtojdir. Hali taqsim hoji.